Assalomu alaykum. Mana bugun Qo'qon universiteti Andijon filiali farmatsevtika yo'nalishi talabalari Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan Mehrigiyo dorivor o'simliklar korxonasiga tashrif buyurdik. Amaliyot jarayoni juda ham zo'r ketyapti. Mana ortimizda lavanda plantatsiyasini ko'rib turibmiz. Bu hali 18 yoshimda edi. Jidazor poyoni hech ko'rinmasdi. Tonggacha kesardik ayrilmasdi. Bizlarga baxtlar qushlar tinmasdi. Bu hali 18 yoshimda edi. Bu yerda o'simliklarning morfologiyasi, ekologiyasi hamda farmatsevtik botanikasini o'rganyapmiz. Shaxsan men papaya o'simligining morfologiyasi, ekologiyasi va farmatsevtik botanikasini o'rganmoqchiman. Jarayonlarni biz bilan kuzating. Bu yerda lavanda plantatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Bu o'simlik farmatsevtika sanoatida muhim o'rin tutadigan o'simlik hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda bu o'simlik efir moyiga juda ham boyligi hisobli parfumeriya sanoatida ham keng miqyosda ishlatiladi. Hozirda biz dorivor o'simliklardan tayyorlangan balzam, yog', asal hamda choylarni ko'rib chiqyapmiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan Mehrigiyo farmatsevtika korxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi sharoitlar, dorivor o'simliklarning biologiyasi, ekologiyasi hamda farmatsevtik xususiyatlari bilan batafsil tanishib chiqildi va har bir talabalarimiz o'ziga ma'qul bo'lgan tropik dorivor o'simliklardan bittani tanlab olishdi va ularning biologiyasini, ekologiyasini, morfologik xususiyatlarini o'rganishni maqsad qilib oldi.